47. Ögdilmiş, odg'irmishqa, baglarga xizmat qilishning qoida yo'sullari to'g'risida aytadi. Xizmat qilg'uchi kishi ikki xil bo'ladi. Xizmat qilsa, ishlari har kuni yurishidi. Biri yosh vaqtida xizmatga kiradi. Yana biri cho'ng bo'lgandan keyin xizmat qiladi. Bu ikkisidan texmi yaxshiroq shuki, kishiga dilla xizmat qilsin, ko'nglini to'xtatsin. Bugun men sana qanchalik so'z qilsammi, bu so'zimni kichiklardan boshlab so'zlay. So'zni yoshirib qilsa, oxiri xam bo'ladi. Qaysi narsa xam bo'lsa, tegi dard bo'ladi. Pishiq bo'lishni xolasa, so'zni pishirish kerak. Ishonchli bo'lishni xolasa, o'zini ishonchli tutish kerak. Kishi xizmatga eshik ochay desa, kichik vaqtida xizmat qilishi kerak. Qonun qoida yo'sullarni bilsin, yo'l topsin. Kirib chiqish yo'sullarini o'rgansin, harakatini tuzisin. Atigan turib xizmatga chabdas bo'lsin. Kamtar bo'lib, ko'nglini, tilini kichik tutsin. Ishqi tirishchan, oyig'i chaqqan bo'lsin. Anglashda, ko'rishda quloq ko'zni ishtik tutsin. O'zidan cho'ng'i xizmat qilganda tilini mahkam tutib, so'zni chin saqlasin. Bundaq kichiklar xizmatini o'ngshab ketalasa, begiga yaqinlashib xizmat yo'lini o'ngshaydi. Uningdan boshqa kirib chiqishda, tilak maqsadlarini izhor qilishda qoida bo'yicha qilishi kerak. Kichik amaldorlar bu darajaga yetalasa, bag ondan nimaga yaraydiganligini belgilaydi. Xizmatchi zirak, harakati ishonchli bo'lsa, talabga yaraydi va o'sidi, davlatlik bo'ladi. Etishda margan bo'lsa, o'qyochi bo'ladi. Qiliqlari to'g'ri bo'lsa, tomg'ichi, ya'ni muhrdor bo'ladi. Tabiati pok, chiroy shakli ko'rkam bo'lsa, bag uni edishchi qiladi, ay dili ochiq. Xat hisob bilsa, xazinachi bo'ladi. Aql idroki yaxshi bo'lsa, kotib bo'ladi. Bularning qaysisiga muyassar bo'lsa, noyati ehtiyot bilan ayminib chiroyli xizmat qilish kerak. Xizmat ko'rsatib, ondan tilikiga erishgan xizmat qilg'uchi nima deydi? Angla. Yuzing bakki yuzma-yuz turadigan bo'lsang, bak qo'rqib turg'in, ko'zingga hezi bo'l. Xulqingni to'g'rila, yurish turishingni tuzat, o'zingni ko'zat. Dilingni va tilingni to'g'ri tut, so'zingni qisqart. Har turlik ishlar xizmat orqali yurishidi. Xizmat orqali yaxshi do'stlarga yetishsan. O'zing har qanday bir yaxshilikni xohlasang, xizmat qil, xizmating yuzingni yo'riq qiladi. Agar bakka yuzma-yuz turadigan bo'lsang, ko'zingni yerga tik, quliqingni to'rga to'g'rila. Qo'lingni qovushtirib, oyoqingni tuzab tur. O'ng qo'lingni so'l qo'lingning ustiga qo'y. Eshikdan kirishda o'ng oyog'ingni oldin besib mang. Egizchi yorliq berganda aql bilan angla. O'tinish qilganingda qo'lingni tuz tut, tizlinib o'ltirib, adablik va siliq bo'l. Bundaq chaqda o'ng so'lingga qiya qarama. O'zing ayminib turib, söz nasihatni angla. Senden söz so'rasa, to'g'ri javob ber. Javoban yorliq bersa, to'g'ri ijro qil. Ichimlik ichma, bekor lag'aylab yurma. Yaramaz, yomon ishlardan neri qoch. Anglagan so'zlaringni anglamasqa sal. Ko'zing ko'rgan ishlarni ko'rmasqa sal. Kishi mushunda xizmati bilan yarab qolsa, baxti kun sayin oshadi, ishi ro'naq topadi. Bundaqlarning ba'zisi xillinib qo'shin boshliqi bo'ladi. Ba'zisi ayg'ir otga minib al beshi bo'ladi. Ba'zisi qo'mondon, ba'zisi hojib bo'ladi. Ba'zisi so'z ma'nosini yechib beradigan ilm ahli bo'ladi. Kishi bu darajaga yetib chiroyli xizmat qilsa, ulug'liq martabasiga erishib, butun orzusiga yetadi. Ba'zilariga donishmandlik tegib, aqldor bo'ladi. Ba'zilari oqsoqol degan nomga ega bo'ladi. Ba'zisi inonch bag bo'lsa, ba'zisi chog'ri bag bo'ladi. Ba'zisi negin bag bo'lsa,
ba'zisi chavli bag bo'ladi. Ba'zisi yabg'u, yug'rush yoki albag bo'lsa, ba'zilarining nomi tangdoshsiz bo'lib farosatli kishi bo'ladi. Xizmatchilarning darajasi shu yergacha bo'ladi. Buningdan boshqa hurmat darajasi yo'q. Bag xizmatchilarini shu darajaga yetkazsa, xizmatchi haqqini maqtig'idek ado qiladi. Kishi bu darajaga yetib barar xizmat qilsa, nihoyat foydali bo'ladi, begi uning orzusini qiladi. Agar bu o'ringa yomon kishi o'rinlashsa, bunda qul bakka cho'ng ziyon keltiradi. Aqlliq donishmand bak yaxshi aytgan edi. Layoqatsiz kishiga bu darajani bermaslik kerak. Bilim buningdanmi yaxshiroq aytadiki, ey bag, bilim sizga qo'l berma. Aqlsiz, idroksiz kishilar bilimni buzadi. Bilimsiz kishilar xalqni qaqshitadi. Bag bilimsizga o'rin daraja bersa, bakka ziyonliq bo'ladi. Buni burunroq bilib qo'y. Aqlsiz, idroksiz kishi ulug' martabaga yetsa, xo'jasining beshini yeydi, ey albeshi. Demak, baglar xizmatchi qulining o'rnini bilimi darajasiga qarab o'stirishi lozim. Xizmatchi qulining xuy paylini sinash kerak, aql idrokiga yarasha o'rin berish kerak. Qul begiga mehribon, ko'yimchan bo'lishi kerak. Ondan baglar uningga ihson qilsa arziydi. Qonun o'rganguchi, baglikning ishini qonun bilan yurgizguchi nima deydi, angla. Qanchalik yuksak martabaga yetsimi, qulning nomi quldur. U yuksak martabaga yetkazgan begiga xizmatkor xolos. Bag qancha kichik bo'lsa-mu, uning nomi bagdur. Xizmatkor nomidan bagning nomi afzaldur. Ey baglar qadrlab yuksak martabaga yetgan kishi, beginga qarshi turma, uni buyuk deb hurmat qil. Sen baglar bilan zodi o'chakashma. Uşşaq sözünü qilma, yaxshi ko'rgan sözünü qil. Ular davlatdur, davlatning qo'li uzun bo'ladi. Ular yangan o'tdur, seni ko'ydiradi. Ular zamondur, kishi shodlikdimi, kulkudimi, zaman bilan moslashishi kerak. Tajribalik, bilimlik va xizmat bilan ko'tarilib hammaga erishgan kishi texmi yaxshi aytgan edi. Sana baglar kulib turib, ochiq chiroy bilan qarasa, uningga xushal bo'lib, mag'rurlanma. Xizmatingga tayinib, ko'nglingni cho'ng tutma. Yengilsang, xatolashsang, baglar sana qopqini turadi. Mayli kichik bo'l, cho'ng bo'l yoki mashhur botir bo'l, xizmatchi hamon xizmatchidir, bu aniq. Bagga xato xizmat qilmaslikka g'ayrat qilish kerak. Xizmat davomida yo'ldan ezib ketmaslik kerak. Baglar seni qanchalik yaqin tutsimi, o'zingni unutmay to'g'ri yo'lda yurgin. Qanchalik yaxshi muomala qilsimi, ayminib turg'in. Do'stlashmag'in, bir chetda qarab tur. Qara, baglar ba'zida o't bo'ladi, ba'zida suv bo'ladi. Ba'zida kuldirsa, ba'zida yig'iladi. Muni uch narsaga yaqin qo'shni bo'lma. Ko'yar o't, oqar suv, baglar shuhrati. Sinchilab qarasang, baglar jasur arslonga o'xshaydi. Maqtab yiqillasang, yumshab yipakdek bo'ladi. Agar qo'pollik bilan yiqillatsang, g'azablanib bosh kesadi. Tomiringni kesib, qiningni sumirib ichidi. G'azablangan paytida bakka yiqin borma. Agar yiqin bo'lsang, xo'rlanishing muqarrar. So'raganda javob ber, chaqirganda kir. Salomat yashig'in, doim qadrlik bo'l. Har xil so'zlarni anglasangmi, anglamaslik qilsal. Ko'zing bilan ko'rganlaringni ichingga yo'shirg'in. O'zini tutib olgan, o'z paytida kirib arz bayon qilgan kishi nima deydi, angla. Kir desa, bu cho'ng qadr qimmatdir. Chiq desa, bu yuzingga haqoratdir. Ko'zingga hezi bo'l, o'zingni tut. O'zini tutalagan kishi dunyoda aziz bo'ladi. G'ayrat qilib, tirishib uch ishdan yiroqdir. Biri baylik qilma, bu so'zni kesib aytdim. Yana biri yolg'onchilik, biri oshko'zlik.
Bu üç işning her üçilisining tüvi yo'qliqdir. Kishilardan yomonlama, uşşaq so'zlama. To'g'ri so'zligin, ba so'zni yo'shirma. Har jihatda o'zingni pok tut. Chunki baglar pokdir, pok narsani so'yidi. O'rdiga kirsang diqqat bilan mang. Seni kim qadrlasa, senmi uni qadrla. Ko'ranglama, qo'lingni pulanglatib kirma. Qo'lingni giralashtirib, nomuvofiq harakat qilmag'in. O'ltirmoqchi bo'lsang, o'rningni bilib o'ltir. Kishilarni ranjitma, muloyim bo'l. U yerda kekirdak qirma, tukurma. Bu adabsizlik bo'ladi, kishining tovini buzadi. Yana chaza qurib o'ltirma, yonpashlab yotma. Unlik qaqoqlab qattiq kulma. Va tirnoq amma putingni olmab o'ltirma. Bu kishiga xorliq keltiradi, baxtni qochiradi. Sendin cho'roqlar so'z qilsa, sen hamma so'zingni qo'yib uni angla. So'zni to'g'ri so'zligin, yuzing yo'riq bo'ladi. O'zingga loyiq bo'lmagan so'zni so'zlamagin. O'rdiga mas holatga kirma, o'zingni tut. Mas odam yaramas, adabsiz bo'ladi. Odam o'ziga hezi bo'lmasa, bu üç narsa hamını beşini yeydi. Bu so'zni obdan angla. Biri, baglar so'zini maxfiy tutmaslik. Uni o'zining so'yimlik jinidek saqlash kerak. İkincisi, sirni alga yaymaslik, to'g'ri maydonda turish. Qalaymaqan kunlarda o'zini bakmi ko'zitish. Üçüncüsü, o'rnida o'zini to'g'ri tutish. Layoqatsiz, yaramas narsalardan ko'zni yiroq qilish. Bu üçünün birini qilgan kishi qancha ulug' bo'lsa-mu, beshi kesiladi. Ey xushbeil chaqqan kishi, vaqt kammigicha o'zingni ko'rsatma. Agar o'z tangtushlaring bilan o'ltirgan bo'lsang, chaqirgan hamon o'rningdan turib oldiga kir. Baglar sendan qachon so'z so'rasa, so'zingni uzartmay javob ber, ey mard botur. So'rasa o'zing biladiganni aytib ber. Sözünü tügetsə toxta, sözünü uzartma. Əgər bəglər seni ziyafətki çaqırsa, ədəb bilən tamaq ye, bunu yaxşı ögən. Yeməkni 10 qolun bilən al, Bismillah dəb yigin, ey dana. Kişilərinin uduludaki taamğa qol sözma, özünün uduludaki aşını yigin, ey mulayim. U yerdə piçaq işlətmə, soňak qacılama. Aşını tetip bakma, başqalarını ündüme. Aş gözdek yemegin, hem de aldırap ketmegin. Ayallarga oxşaş nazlanıp, tatınıp olturmagın. Qancha toq bo'lgandimi, bagning taomini yeyish kerak. Baglarning taomi qadr qimmatning boshlanishidir. Sen har qanday bir ishga duch kelsang, uni samimiy ado qil, yuzing yo'riq bo'ladi. Bilimli kishi bek yaxshi aytgan edi. Bu so'zni tutsa, sap oltundek foydaliqdir. Agar sana haqiqatan baglik nisib bo'lsa, ishingni bilim bilan ishlagin, ey mashhur zot. Agar sen tangdashsiz yobg'u bo'lsang, har qancha kuchga ega bo'lsangmi vafodor bo'l. Agar sana qo'shin hukmroni bo'lish nisib bo'lsa, sehi bo'l, hushyor tur, ey mard botur. Agar sana chavandozlik 10 o'taq mansibi tegib qolsa, mol dunyo tarqitib, qilish o'qyani qo'lga elishing kerak. Vazirlik tegib, qo'ling uzun bo'lsa, yomon qonun nizom tuzma, siliq muloyim bo'l. Maslahatchilik tegib qolsa, maslahat berish kerak. Bag yengilib qolsa, yo'l ko'rsatish kerak. Agar oqsoqollik mansibi tegib qolsa, o'ziga bak ehtiyot bo'g'uluq. Bu baxt kamirini bog'lig'anlikdir. Qo'mondan yoki al hokimi bo'lib qolsang, to'g'ri bo'l, ko'z quloqingni ishtik qil. Agar hojib bo'lib qolsang, para olmasliging kerak, kambag'al, tul yetimlarning so'zini anglashing kerak. Seni g'azinaga g'azina chiqib tayinlasa, ishonchlik durust bo'lib to'g'ri mang'in. Putukchilik ilmiga erishsang, ko'ngil sirini ching tut, so'zni sirtqa chiqarma.
xizmatchilarning nom unvoni ana shulardir. Bulardan boshqasi shularga agishidir. Yana ba'zi ishchilarmi bor. Bular to'shakchi, qushchi va oshpazlardir. Bu xil xizmatchilardan sen yiroqdir. Bu ishlarning rohati bir bo'lsa, mushaqqati mingdir. O'zing doim qadr-qimmatlik bo'lishni tilasang, boshqalarga hurmat qil, ey yuksalguchi. Ulug'larni ulug'lab, hurmatini qo'g'da. Sana davlat va ulug'luq baxti keladi. Qeri bovaylar nima degan angla. Bovaylarning so'zini anglasa ko'z ochiladi. Dunyoda ulug'luqqa hurmat qilish yo'sini bor. Ulug' kelsa o'rningdan qop. Ulug'qa kichikning hurmati bak yarashidi. Ulug'mi buni ko'rib kichikka hurmat qiladi. O'gdilmish so'zini to'xtatib yana mundoq dedi. Bag xizmetining o'rindilishi ana shundoq bo'ladi. Men aytdim, sen anglab ularni o'rganding. Qanday xizmat qilishni tugal bilding. Bagga xizmat qilish ana shundoq bo'ladi. Xizmat singdirilgandan keyin baxt eshigi ochiladi. Foydali xizmat ana shu, buni bilsanglar kifoya. Agar bilganli bo'lsang, sen bagga yaraysan. O'dg'urmishning o'gdilmishki savoli. O'dg'urmish javob berib shundoq dedi. Ey xushchiroy, bu so'zlarni angladim. Sendan so'raydigan yana bir so'zim bor. Endi unimi menga aytib bergin. Alikka xizmat qilish uchun shaharga borsam, kunda uning ordisiga berib turishim kerak. Ey qarindosh, qanday munosabat qilishni bilishim kerak. Chunki tirikchilik shular bilan o'tadi. Xizmatchilar bilan shaksiz odlishish kerak. Ularga yarasha yashashga to'g'ri keladi. Sen bugun bu to'g'ridimi menga so'zlab ber. Qanday oralashish kerakligini zihn bilan tushunay.